Magnit savdo markazining ikkinchi qavatida joylashgan ko'ngilochar markazlar va food court aholi nazaridan chetda qolayotgandi. Ammo biz birgina marketing instrument bilan 80% kelayotgan aholini ikkinchi qavatga chiqishini ta'minlab bera oldik. Oldingiga qaraganda Yunusobod galereyda odamlar juda ko'p. Reklama qo'yilgandan keyin bir hafta ichida natija sezildi. Mijozlar ancha ortib, savdo hajmi ham ancha oshdi. Tashqaridagi bayronlardan keyin bizada savdo hajmi 10 kun ichida oshdi. Biz yengillik qilishda to'xtamayapmiz. Sizlarni Yunusobod galereyda kutib qolamiz. Hozirgi kunda Yunusobod galerey moli ichida biz mana shu savdamizni boshladik. Savdamiz ancha sezilarli darajada o'zgardi. Masalan, reklamadan oldin bu darajada odam ko'p kirmasdi. Tashqariga bayroqlar qo'yganimiz sababli savdamiz ancha ko'tarildi. Bu instrumentimizning eng asosiy qismini Hadiya Print vakillari amalga oshirishdi. Oddiygina paruz bayroqlar va konstruksiya yordamida bizning chiroqlarimizga o'rnatilgan bayroqlar yordamida biz 80% aholining e'tiborini ikkinchi qavatga torta oldik.